Homiladorlikda asosan e'tibor beriladigan narsalardan bittasi shundan iboratki, talab va takliflarga ko'ra aytyapman bu narsani endi anaqaga yuymaysizlar, uyatga yuymaysizlar. O'g'il bolachalar keladi, o'g'il bolajonlarimizni albatta tuxumchalari tushganini, yorg'oqqa tuxumchalari tushganini bilishimiz kerak bo'ladi. Chunki ularda umuman tushmaslik kriptorxizm deyiladi. Nima uchun buni aytyapman sizlarga? Sababi bizaga 3-4 yoshli bolajonimizni olib keldi, hali tuxumchalari tushmagan. Buni na ona biladi, na ota biladi, raddomda ham aytmagan, e'tiborsiz bo'lgan. Bu narsani bilish kerak, chunki albatta bolamizni nima deydi, besplodiyani erta aniqlash va uni davolash kiradi. Bunda ota-onani hissasi katta hisoblanadi. O'sha uchun har bitta ota-ona bolasini o'g'li